Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 29-aprel. Pistalarning mevasi mana. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, o'zimizning xo'jalikda. Xo'ja Hasan qishlog'i. Bir tup pistamiz bor. Yoshi 7 yashar. Mevalari ko'rishlaringiz mumkin. Pista ko'chatlar ham bor. Biz o'zimiz pista ko'chatlar bilan shug'ullanamiz. 7 yildan buyon birinchi ekilgan ko'chatlardan biri bu. O'tgan yildan meva qilishni boshlagan. Deyarli barcha shoxida mevalari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. 7-yildan 6-yilda meva solishni boshladi. Har bir shoxda mevalari bor. Agar kimga pista ko'chatlar, ishonchli pista ko'chatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. Hozirda Ahmadiy, Akbariy yangi chiqqan sortlardan bor pista ko'chatlar. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi Quvadan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.